tushib ketyapti kameram. Endi uni nimasini aytasiz? Bachchani bolangizni sevib chiqding deb urishsang, ertasiga chichib chiqadi. Kecha men yarim soat ketganiga mana erimni chiqib edim. Bugun mana ta'til yo'q. Ertadan mana chiqib ketgan erimni kecha ko'rib edim shu boylar dugonasining oldidan kelgandan keyin. Bugun erta bilan ishga chiqib ketib, shundan shag'i yo'q. Bugun Germaniyada Köln shahrida festival bo'lyapti. Emas, bo'lgan edi. Bular unda katta kорабльda, Titanik o'xshagan katta laynerda kollegalari bilan o'yin kulgi, bayram, parti bo'lish kerak edi. Men aytdim, men bormayman dedim. Men darsimni o'qishim kerak ham. Bugun o'qishga bordim, kechgacha o'qidim. Uyga kelsam, endi kech bo'ldi. Menga video tayyorladi laynerdan, hozir qo'yaman videoni. Xullas, mana yo'q, soat 12 bo'lyapti, hozir ko'rsataman. Sevib chiqding deb urishib edim kecha, bugun chiqib chiqdi. Bugun umuman yo'q uyda. 12 da ham yo'q mana hozir. Ko'ringlar qanday? Bu nemis odam bo'lmaydi shekilli. Mana soat. 23:33. Buyog'i nech puldan tushdi endi? Men o'qishga bordim, trenirovkadan hozir emas, bir yarim soatlar oldin kelib dushga kirib chiqdim. Yo'q uyda. Jimjit. Juda ham katta bayram. Kemani ustida Reyn daryosida o'yin kulgi, ichkilik. Robin ichmaydi-yu, lekin ozgina ichishi mumkin. Juda katta bayram, ha hi bo'lib yotibdi kollegalar bilan. Bekor bormabman deb o'tiribman men ham. Hozir ko'rsataman hozir. O'yin kulgisini-yu. Yana bir erkak o'xshagan xotinlar rasmga tushganman. Buni qaytib odam qilsam ekan buni nemisdan. Sizlar yaxshi deb yozasizlar. Kim biladi u qanday u aslida? Ko'p kuydirayotganga o'xshayapti meni.